Voydod, haqiqiy Cadillac Escalade Longa va eng full platinum pozitsiyasi. Jigar, ko'ryapsizmi, shu qadar uzun bo'ladimi? Bitta like bosib qo'ying. Hammaga mashinaga yangi yurmagan, hali nomer taqilmagan mashinalarni haydash nasib qilsin. Uni ustiga status bo'yicha bilmayman, shu mashinaga yetadigani bormi? Yeliklarni молодежный yoshlar ham haydaydi, lekin aynan mana shu mashinani o'ta seriozli odamlar haydaydi. Mana qarang. Bitta knopkani bossak, eshiklari o'zi ochilib beryapti. VIP salonligi. Hozir shu mashinani o'zingiz zakaz qilib olib keltirsangiz ham, aynan mana shu mashinaning narxiga tushmas ekan. O'zlariga tushgandan ham zarariga srochniga berib yuboryapti ekan. Xohlaganishingizni surishtirib ko'ring-da, o'zi nalichida O'zbekistonda hozir Longa VIP salonligi bormi o'zi yo'qmi? Bilganlar yozib qoldiringlar. 235 mingga berib yuboryapti. Voydod, hammaga nasib qilsa 235 ming, 300 mingni betiga qaramasdan shunaqa mashinalarni haydash. Agar hoji aka pulingiz bo'lsa, mana shunaqa gigant mashinalar haydab bormoqchi bo'lsangiz, uni ustiga hali nomer taqilmagan, salafallarigacha shilinmaganini aynan mashina bosib yuboringlar degan hoji aka. 602 abiyon bu. Yaqinlaringizga tarqatib tashlang.